Jamoat yoki yolg'iz o'qilayotgan farz namozida sajda vaqtida duo qilsa joiz bo'ladimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Dar haqiqat juda ham muhim savollardan birini beribdilar. Avvalo bu savolni berishligiga sabab o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini bir eshitgan bo'lsalar kerak, voqif bo'lib qolgan bo'lsalar kerak. Hadis sharifda shunday marhamat qilinadiki, aqrabu ma yakunul abdu min robbihi va huwa sajidun. Ya'ni banda Robbisiga eng yaqin bo'ladigan holat uning sajdadagi holatidir. Fajtahidu fihi bid-du'a deyiladi. Ya'ni shunday holatda o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladiki, ya'ni sajdadagi holatda duo qilishlikka g'ayrat qilinglar deyiladi. Ya'ni imkon qadar shu, chunki Robbingizga eng yaqin holatda turibsiz deyiladi. Yana boshqa hadislarda ham mana shunday ma'nolarda keladiki, shu rukuda Alloh taologa ta'zim qilishlik va ga dalolat qiladigan tasbihlar aytishlikka, ya'ni ammar ruku fa azimu fihi robb deydilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni rukuda Robbingizni ulug'lang, ya'ni subhan robbiyal azim deng, azimu fihi robb. Va amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a deydilar. Ya'ni sajdada esa duo qilishda g'ayrat qilinglar. Mana shu nimalar bor haqiqatda, hadislar bor. Buni zohiran o'qigan, tushungan insonlar, demak, farz namoz bo'lsin, vojib yoki boshqa namozlar bo'lsin, sajda turganda shu fursatni g'animat bilib, Alloh taolodan eng kerakli hojatlarni so'rab olsam bo'lar ekan degan xulosaga kelishi mumkin. Lekin bu hadislarning hammasini jamlab o'rgangan ulamolarimiz biroz boshqacharoq hukm chiqarishgan. Ya'ni Shurun Buloli rahmatullohi alayhi aytadilarki, shu bizning mazhabimizga ko'ra deydilar, ruku va sajdada yaqtasiru bit tasbih deydilar. Ya'ni o'sha tasbih bilangina cheklanadilar. Rukuda subhan robbiyal azim, sajdada subhan robbiyal a'la. Endi yuqorida aytilgan hadislar haqida nima deyiladi desa, ular mutloq nafil namozlarga, ya'ni tahajjudga o'xshagan, shu kabi mutloq nafil namozlarga yo'yiladi. O'shalarga amal qilib, o'sha o'rinlarda qilish mumkin. Endi xo'p, o'sha mutloq nafil namozlarda agar duo qilinadigan bo'lsa, qanaqa duolar qilinadi degan narsaga ham javob berishimiz kerak degan savolga ham o'z o'rnida. Chunki insonlar hojatlarini hammasini nima qilishlari mumkin, so'rashlari mumkin. Shuning uchun ulamolarimiz aytishadiki, bunday o'rinlarda dunyoviy hojatlarni, ya'ni mol dunyoyimni ziyoda qilgin, menga shunga misol uchun uylanish deydimi yoki bo'lmasa turmush qurish, shunga o'xshagan bir dunyoviy ehtiyoj hojatlarni so'rab qo'yishliklardan man qilganlar ulamolarimiz. Uni o'rniga agar so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bir qator nimalar kelgan. O'sha duolar kelgan. Subhanakallohumma robbana va bihamdika Allohumma g'firli. Ya'ni Alloh taoloni ulug'lab, undan mag'firat so'rashlik haqida duolar kelgan. Yoki bo'lmasam rukuda Allohumma laka raka'tu va laka khasha'tu va laka aslamtu va alayka tavakkaltu degan Alloh taoloni uni ulug'laydigan, Alloh taolaga bandaligini izhor qilishga dalolat qiladigan so'zlardan tarkib topgan duolar yoki bo'lmasam mana buni shofiy mumkin ham deganlar, hattoki farz namozlarda ham. Undan tashqari mana sajdada biz aytgan birinchi aytgan duoyimizdan tashqari yana sajda vajhi lillahi deb boshlanadigan yana bir duo bor. Bu duolarni aytilsa nima bo'ladi? Ya'ni to'g'riroq bo'ladi. Chunki inson o'zi ko'pincha duolarni aytishlikda nima qilishga yo'l qo'yib qo'yishligi mumkin. Ya'ni xatolikka, namoz buziladigan, namoz endi nozik narsa. Shuning uchun mana shu hadislarda bir qancha duolar vorid bo'lgan. Shunday duolar mag'firat so'rashlik, chunki Alloh taoloning rahmatini so'rashlik, rahmatiga erishishlik va sazovor bo'lishlik bu eng katta yutuqlardan, bandani yutuqlaridan. Shuning uchun shunday narsalar bilan cheklansa to'g'ri bo'ladi, va mazhabga ham muvofiq bo'ladi, chunki namozni ehtiyot har xil fasod qiluvchi amallardan asragan bo'ladi. Vallohu taolo.